Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan tanzilit, ya'ni bodomchi bezning yallig'lanishi to'g'risida gaplashamiz. Shu haqida gapirib beraman. Ko'pchilik so'rashadi, tanzilitda, ya'ni bodomchi bez yallig'langanda uy sharoitida o'zim tozalasam bo'ladimi? Qanaqa bir davo qilsam bo'ladi deb so'rashadi. Aynan uy sharoitida tanzilitda qilinishi kerak bo'lgan foydali usullar va qilinishi kerak bo'lmagan xatolar to'g'risida sizlar bilan gaplashamiz. Tanzilit o'zi nima? Tanzilit bu hammamizda mavjud bo'lgan, og'zimizdan kirganda o'ng va chap tomondagi bodomchi bezlarning yallig'lanishi tanzilit deyiladi va bunga virus va bakteriyalar yallig'lanishiga sabab bo'ladi. Tanzilitning belgilari tomog'da og'riq, yutinish qiyinligi va og'izdan yoqimsiz hid kelishi bilan namoyon bo'ladi. Ba'zida o'sha tanglang o'rtaklari, ya'ni bodomchi bezlarda oq sariq rangdagi probkalarning paydo bo'lishi ko'rinishidan namoyon bo'ladi. Sharoitida tanzilitda yordam beradigan eng xavfsiz usul tuzli so'la eritmasi. Buni qanaqa qilib tayyorlanadi? 1 stakan iliq suvga kichkina qoshiq bilan, ya'ni choy qoshiq bilan 2 dan 1 qoshiq yoki 3 dan 1 qoshiq tuz solinadi va unga 4-5 tomchi yod eritmasidan shu tomchilatib kuniga 4-5 mahal tomoq chayiladi. Undan tashqari furasilin, miramesin yoki xlorgeksin eritmalari bilan tomoq chayish ham tanzilitda juda ham yaxshi yordam beradi. Virus va bakteriyalarni o'ldirishga va tanzilitni tuzalishga yordam beradi. Lekin bu tanzilitda yig'ilgan probkalarni chiqib ketishga yordam bermaydi. Bunday holatda albatta lor shifokoriga murojaat qilib, tanzilitdagi probkalarni yudirib tashlash kerak. Keyingisi issiq choy, ya'ni limon yoki asalli issiq choy eritmasi tanzilitda juda ham yaxshi yordam beradi. Faqatgina 1 yoshli bo'lgan bolalarga asal mumkin emas, juda ham ehtiyot bo'lishlar kerak. Keyin juda ham qaynoq bo'lishi kerak emas. Bu juda ham qaynoq choy yallig'lanish o'chog'ini ta'sirlantiradi. Keyingi usulimiz ko'p suyuqlik ichish. Ko'p suyuqlik ichish organizm toksinni kamaytiradi va tomoqni yumshatadi. Tanzilitda uy sharoitida quyidagi xatolarni qilmaslik kerak. Birinchisi, aynan bez to'qimasini, bodomchi bezni barmoq yordamida siqish. Bu infeksiyaning chuqurroq kirishiga, bez to'qimasining jarohatlanishiga, qon ketishiga yoki bo'lmasam og'ir infeksion oqibatlariga olib kelishi mumkin. Ikkinchisi, paxtali tayoqcha, qoshiq yoki barmoq yordamida aynan bodomcha bezdagi probkalarni siqib chiqarishga harakat qilmaslik kerak. Bu bez to'qimasining yirtilishi va qonashga yoki bo'lmasam yallig'lanish jarayonining chuqurlashishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari juda ham kuchli antiseptik eritmalar, yod va shu kabi eritmalar bilan aynan bodomcha bez ustiga surish umuman mumkin emas. Bu bez to'qimasining juda ham kuchli kuyishiga, yallig'lanishiga, jarayonning cho'zilishiga olib keladi. Qachon shifokorga murojaat qilishimiz kerak? Tana harorati 38,5 gradusdan yuqori bo'lsa, tomoqdan og'riq 3-4 kun davomida qolmasa va og'riq kuchayib borsa va nafas olishdagi va og'iz ochishdagi muammolar paydo bo'lsa, ya'ni nafas olishda qiyinchilik va og'iz ochishdagi qiyinchilik muammolar paydo bo'lganda va jag' osti, bo'yin atrofidagi limfa tugunlar juda ham kattalashib ketsa va og'izdan badbo'y hid kelib, aynan tangli murtagimiz bodomcha bezlarda katta miqdordagi probkalar paydo bo'lganda albatta lor shifokoriga murojaat qilish kerak va bodomcha bez yuydirib, lor shifokor tomonidan kerakli tavsiyalarni albatta bajarish kerak. Siz va sizning yaqinlaringizda ham lor sohasida quloq, tomoq, burundan muammolar bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.